Kambag'allik bu tanlov. Ko'p holatlarda bu tanlov hisoblanadi. Boriga shukr deyish bilan kambag'allikka rozi bo'lish har xil narsa. Ko'pchilik tushunmaydi buni. Bizda kambag'allikni romantika qiladigan ma'lum bir qatlam bor. Ularning ertaklarida atrofidagi hamma boy odamlar haromdan pul topgan, o'zlari esa juda ham halol bo'lganliklari uchun sabr qilib yashashga majbur. Ajoyib dunyoqarashi, lekin buni ortida shunchaki erinchoqlik yotadi. Ular birovlarning yutuqlariga iflos ta'rif berib, o'zlariga bo'lgan hurmatlarini saqlab qolishmoqchi bo'lishadi. Agar ular jamiyatda boy bo'lish uchun imkoniyat borligini tan olishsa, bu ularni bozorda qadrsiz ekanligini dalolat bo'lib qoladi. Hattoki jamiyatda imkoniyat bor degan gapni ular haqoratdek qabul qilishadi. Ko'chadagi shuncha qimmat mashinalar, yangi qurilayotgan uylarni odamlar olyapti-yu, 100 minglab odamlar o'g'ri emasdir. Sabr, bizni ko'chamizda ham bayram bo'lib qolar. Juda ham chiroyli gap. Lekin bunaqa gaplarni yaxshi ko'radigan odamlar odatda hech narsa qilmaydi hayotda. Hayotni yangi bosqichga olib o'tish uchun noto'g'ri o'sib turgan suyakni sindirish kerak. Uni og'rig'iga chidash kerak. Sabr bilan. Sabrsiz demayapman.